Barchaga assalomu alaykum aziz do'stlar. Hozir Maftuna Xolmurodova kelyapti. Men u bilan hazillashib ko'raman. Sevgi izhor qilib, mana mikrofon taqib olganman. O'rtoqlar mana bildirmasang qanaqa qabul qilarkan ko'ramiz. Hozir telefon qilaman. Kelyapti. Yashinib olgan. Yo. Xullas, men seni chaqirganim sababi anaqa. Nima ekan? Endi maqsadga o'tib qo'yiraman, gap ko'rmasdan. To'y bormi? Yo, to'y emas. Короче, uydagilar meni uylantirishmoqchi. Bo'ldi aka, xizmatdamiz akacha. Yo. Hozir gapirsam anaqa noto'g'ri tushunma. Просто bilasan endi atrofda ko'p qizlarni bilamiz, nima qilamiz. Uydagilarga biroz sani variant qilib aytdim. Nima deyapsiz aka? Hazillashyapsizmi? Yo'q, hazillashganman, seriozmi. Qo'ying, hazillashmang, sinizmanmi? Sen yaxshi ko'rgan yigitingmi uni? Yo'q. Yo'qmi? Yo'q. Yo'q bo'lsa, nima farqi bor? Biz bir-birimizni yaxshi bilsak, aka deb bilsang. Endi xohlasang uydagilarni jo'nataman. Qo'ying aka, hazillashyapsiz qo'ying. Biz gapiryapman. Hazillashmaymiz, sinizman-ku. Akam deysizmi? O yaxshi. Mana seni ham turmushga chiqadigan yoshingga yetib kelding. O'zini aytyapman, jiddiy aytyapman. Uydagilarim uylanmoqchi meni. Men endi kimgadir uydagilarim aytganiga uylanib ketmayman-ku. O'zim bilgan, tanigan odamga uylanaman. Kelajakda karyera qilamiz, birga ijod qilamiz. Seni ham karyerangga yordam beraman. Aka, men akamni hurmat qilaman. Bunaqa qilmang. Kutmaganmiz. Qattamay bunaqa deyishingizmi? Yo'q, seriozli gapiryapman. Yo'q, qo'ying, men sinizman-ku. Hop, sinimliging uchun, men seni oldindan bilganim uchun, kichkinaligingdan bilganim uchun aytyapman senga. O'ylab ko'r, yaxshilab o'ylab ko'r. Xohlasang uydagilarga ham gaplashib ko'r, maslahat qilib ko'r. Baribir turmushga chiqadigan payting keldi. Yo'q, bilmayman. Siz akamdek ko'raman men. O'ylab ko'rmaganman hozir. Bab turishdan Men uydagilarga seni aytsam, anaqa yo'q deyishmadi. Gaplashib ko'r deyishdi. Xo'p, bitta gap aytaman. Hop. Bilasiz, oldindan ko'rgansiz, kiyinishim ham yo'q bilasiz. Nimaga aynan men? Aytingchi. To'g'risini ayting. Ancha munchasiga emas-da, to'g'risini ayting. To'g'risini aytsam, sen sparkingli borligi uchun. Boring, yo'q. Qattan bilayman men. Jiddiy gapiryapsiz bo'lammi? Inshaalloh qolding. Kamera ko'rding? Kameramida. Ke. Qora Sparkmi? Pul bo'lsa. Jiddiy gapirdim o'ylamam hozir. Rozi bo'lib